Yo, Toshkent, Qashqadaryo, qalaysizlar? Zo'rmi? Настроение chotkimi? Bugun biz ushbu videoda polni Brawl Pass'ni 1dan 50 gacha terib chiqamiz. Mana hozirdan keldi. Hop, qani. O'sha shu Brawl Pass'da bo'lsa kerak-ku. Mana hozir kiraman. Activate. Let's go. Ana. Endi bitta ochish boshlaymiz. Albatta buni sizlar bemalol Phoenix kanalidan download qilasizlar. Mana o'zim hozir qildim. Puliga arziydi to'g'ri, bu hozir sezon oxirlarida qilyapman. Ya'ni keyingi Brawl Pass o'ziga qimmatroq bo'lar ekan. Shunga pul olmadim. Unda bitta terish boshladim. Bling. Moneta. Bling. Kredit. Pin. Game. Let's go. Yana bir eslatib o'tib, Phoenix servisdan qilasizlar, donat servis 24 soat ishlaydi, mana halol, bemalol akkauntlaringizga keladi. O'zingiz qabul qilib olib, bemalol ochasizlar, shunaqa kayfni urib. Ketdi. U oy 2 ga chiqarkanman. Let's go. Spray. Kredit, bling. Ketdi oy 2 ga. Yaxshi, olaman. Endi videoni ozgina tezlashtiraman. Eng oxirgi legendarniy sizga ketdi. Hopla. Brits. Okay. Stadro ko'rish bo'lamiz. Ikki kiramiz. Joyda turaversin. Va NFC komandaga qo'shilsangiz mumkin. Bemalol mana NFC komanda. Neptun 2 metr deb yozsalar Telegramda o'zi chiqadi. Admin o'sha shu prezidenti. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar mana. Hamma narsa halol va ish ochiladi. Unda bo'pti, hammaga paka.